Assalomu alaykum. Bugun bolalar sizlar bilan Rais PUBG. Bugun sizlar bilan ko'rib o'tadigan narsamiz YouTube'da qanday efir qilish haqida bo'ladi bolalar. Unda ketdik. Xo'p. Birinchi qiladigan ishimiz App Store'ga kirib, App Store'dan qidirtiramiz Prism Live deb приложениyaning nomini yozib qidirtiramiz. Va bu yerda chiqib keladi Prism Live. Mana menda skachat qilingan, tayyor. Hozir buni ichiga kirib, open qilib ochib, ichiga kirib, hop, ichiga ham kirib oldik. Sizlarda bunday aknot turmaydi. Buni boshda qanday akkauntdan kirish turadi? Sizlarda Google akkauntdan kirsanglar bo'ladi bemalol. Menda tayyor kirilgan. Xo'p. Birinchi qiladigan ishimiz bu yerdan настройки joyiga kiramiz. Ekranning настройка tepasida o'rtada turibdi to'g'ri. Katta qilib i kelgan bu yerda tranzaksiyasiz qanday ketishini short shaklida yoki katta полный ekran shaklida. Menda short shaklidaligi uchun men shortsga o'tkazib qo'yaman va bu yerdan keyingisi qiladigan ishimiz va bu yerdan biz redaktorniy spesga o'tib, u yerdan oknoni ochib olamiz. Ya'ni shorts videoyingiz qanday shaklda ketishini. Men bu yerda va pastda menyular turadi. Menyular qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu joyga silkani ya'ni donat silkani qo'ysangiz bo'ladi va bu yerda giflar turadi. Biz gapirayotgan gapimiz imo ishora bilan va bu yerda QR kod shaklida silka qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanallar silkasini qo'yib qo'ysanglar QR kod shaklida chiqarib turadi va buni ham joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi qayergadir. Xo'p, menda ko'rib turganingizdek hamma narsa tayyor. Xo'p, men yasatib bo'lganman. Siz o'zingizga xohlaganday qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va bu yerdan keyingisiga ready tugmasini ezamiz va yangi okno ochiladi. Bu yerdan biz настройкani sozlab olamiz. Ya'ni efirimiz qanday ketishini va bu yerdan 1080 qilib qo'yamiz va bu yerdagi narsani tegmaymiz. Mana bu narsani GB internet tezligini agar internet bo'lsa 4000 qilib qo'ysalar bo'ladi. Menda Wi-Fi 5000 qilib qo'yaman. Xo'p. Va bu yerdan FPS ni 60 FPS qilib qo'yamiz. Va oxirgisi bu yerda sizning streamingiz necha sekunddan keyin boshlanishi 3 sekund yoki 1 sekund qilib qo'ysangiz bo'ladi. Menda 3 sekund. Xo'p, bu yerdan biz efirimizni boshlanish sahifasini to'g'rilasak bo'ladi. Bu yerga esa rasm qo'yib olamiz, ya'ni avatarkani qo'yib olamiz. Menda hozircha streamga qo'yiladigan avatarka shu bo'ladi. Chunki yaqinda $20,000 turnir boshlandi. Shunga tayyorgarlik qilyapman. Va bu yerga esa streamimizning nomini yozib qo'yamiz. Streamimizning nomi yoziladi. Bu yerga esa men $20,000 turniriga tayyorgarlik deb yozaman. Chunki $20,000 turnir ketyapti. Shunga tayyorgarlik qilyapman. Va описаниyaga esa описаниyaga xohlagan narsangizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Va qolgan menyularni ochib bitta-bitta sozlab chiqamiz. Buni tegmaymiz. Mana buni esa publishniy qilib qo'yamiz. Chunki hamma uchun va bu yerdagi narsani auditoriyani net delivery qilib qo'yamiz. Va qolgan narsalarga tegmasdan davom etamiz. Go live tugmasini ezib olamiz va shunday okno ochiladi. Bu yerdan nachat efirni ezib, efirimizni boshlasak ham bo'ladi. Sizlar bilan videomiz shu joygacha edi. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi safar sizlar bilan boshqa приложение haqida bo'ladi. Hozircha videomizni tugatamiz. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar, xayr.